8-sim. Mas'uliyatdan tug'ilgan rahmat yomonlikni yaxshilikka aylantirishi mumkin. Hammamiz ham imtihondamiz. Bu dunyoda yo molimiz bilan, yo farzandlarimiz bilan, yo o'zaro munosabatlar bilan yoki kasalliklar bilan imtihon qilinyapmiz ham. Ular ichida ma'sumlikni saqlab qola olish, o'sha bolalarcha sofligimizni himoya qila olish naqadar muhim-a? Chunki mas'uliyat buzilmagan bir sutdekdir, ya'ni oppoqdir, nurlidir. Uni Allohning nuriga yo'g'rilgan ne'mat deyish ham mumkin. Bizlar qayerlargadir oshiqish, kibrga, fisq-u fasodga yoki g'iybatga berilib ketish kasofati bilan bu nurdan mahrum bo'lamiz. Nimagadir shaytonning tuzoqlari insonga juda ham yoqimli tuyuladi. Bu borada Mavlona Jaloliddin Rumiy qanday topib so'zlaganlar? Nimani eng ko'p yaxshi ko'rsang, istasang, ana o'sha sening imtihoningdir deya. Ma'sumiyat begunohlik, sof tabiatni saqlab qolish demakdir. Xuddi Robbimiz huzuridan kelganimiz, tug'ilgan paytimizdagi kabi sof va pok qolishdi. Va barcha sa'y-harakatimiz unga yana mana shunday ma'sum holda qayta olishga qaratilishi zarur. Aynan mana shu niyat bilan yelib yugurish ham bandani o'sha rahmat doirasida tutadi. Hatto bir onda ustidagi g'am-g'ussalarni huzur-halovatga ham aylantirib yuborishi mumkin. Nasriddin ustozning Allohim bu dardni mendan olib qo'yma deya duo qilganini eshitganlar ustozdan so'rabdilar. Nima uchun bunday deb duo qilyapsiz? Hech zamonda dard arimasin deb ham duo qilinadimi? Buni eshitgan ustoz javob beribdi. Alloh taolo har qanday dard va g'amdan keyin farog'at, har qanday farog'atdan keyin dard va g'amni va'da qilgan. Men bu dardga o'rganib qoldim. Yangi keladigan dard nimaligini bilmayman. Agar sabr qilib bo'lmaydigan, yengib o'tilolmaydigan dard bo'lsa, nima qilaman? Shu bois uni mendan olib qo'ymasligi uchun duo qilyapman. Men juda yaxshi ko'radigan yana bir qissa bor. Uni ham eshitishni istaysanmi? U holda senga so'zlab beray. Bir zamonlar solih bir zot bor edi. Juda ham saxiy edi. Qo'lidagilarni bor budini muhtojlarga tarqatar, yordam so'rab kelgan kambag'al va faqirlar bo'lsa, hech kimga bildirmay boshqalardan o'z nomiga qarz olib ularga berardi. Bir kuni u kasal bo'lib qolibdi va to'shakka mixlanibdi. Kasalligi borgan sari kuchayib bordi. Buni eshitgan qarz bergan kishilar u o'lim to'shagida yotgan bo'lsa kerak deb o'ylab bergan pullarini so'rab tepasiga tikilibdilar. Solih zot bu holatdan juda ham uyalibdi, bezovta bo'libdi. Hamma tarafi qovog'i uyuk, muammo ustiga muammo olib kelgan kimsalar bilan o'ralgani uchun ranjibdi. Bir nimalar demoqchi bo'libdi-yu, ammo uni bizga pul kerak, nasihat emas deb jim qilibdilar. Shu paytda tashqarida holva sotib yurgan bir bolaning ovozi eshitildi. Solih zot bir odamiga holvalarni sotib olib kelganlarni mehmon qilishini buyuribdi. Haligi odami xo'jayini aytgandek bolaning patnisidagi barcha holvalarni sotib olib, qarzini so'rab kelganlar oldida tortibdi. Hamma qovog'ini uygan holda holvalarni bir boshdan tushira boshlabdi. Keyin esa bola kelib, holvalarining pulini so'rabdi. Solih zot, bolam, bularni menga qarz sifatida yozib qo'ysang debdi. Buni eshitgan bola g'ing demasdan tashqariga chiqib ketibdi. Keyin 50-100 metr naridagi daraxt tagiga o'tirib, ovoz chiqarmay yig'lay boshlabdi. Shu paytda o'sha yerdan o'tib ketayotgan shahar hokimi uni ko'rib qoldi. Yoniga kelib boshini silagandan so'ng nimaga yig'layotganini so'rabdi. Bola esa bo'lib o'tganlarni aytib berdi. Holalarimni qarzga yozib qo'yishimni so'ragan kishiga odob yuzasidan biror narsa deya olmadim. Ammo aslida men ham holalarni qarzga olgandim. Uni qanday to'layman? Uyimga nima olib boraman deb yig'layapman debdi. Shahar hokimi kasal bo'lib qolgan haligi saxiyni yaqindan tanir ekan. Shuning uchun u bolaning holalarini pulini to'labdi va ichi oltin bilan to'la 7-8 ta xaltacha berib, Solih zotga olib borishni aytibdi. Oltinlar kelganini ko'rgan qarz berganlarning kayfiyatlari ko'tarilibdi. Shu tariqa hamma o'z haqqini olibdi, ammo bunday kutilmaganda pul kelib qolganini tushuna olmay, oltinlar haqida savol beribdilar. Buni eshitgan Solih zot shunday javob beribdi:
men muammolar girdobidaman. Sizni ham xuddi shunday muammolar qiynayotgandi. Ustiga ustak bular yetmagandek dardimizga bolaning ham dardi qo'shildi. Ammo bolaning odobi qarzini qistab noqaslik qilmay, hech narsa demay chiqib ketishi hamma narsani hal qildi. Alloh taolo uningdek ma'sumning ixlosi, odobi, hurmatiga mushkulotlarni ustimizdan ko'tardi. Bu imtihondan o'tgan faqatgina u bo'ldi. Deki, ey Robbim, sen menga g'am qayg'u bergan sari men senga tobora yaqinlashyapman. U meni senga yaqinlashtiruvchi bir rahmat ko'prigidir. Hech yo'qlik. Bu darajaga yetish, bu sifatni hosil qilish chuqur tafakkur bilangina amalga oshadi. Mutlaq quvvat va qudrat sohibi faqatgina Allohdir. Banda buni aslo unutmasligi kerak. Chunki insondagi ko'rish, eshitish, yurish, nafas olish qobiliyati ham Allohning izni va irodasi bilan hosil bo'ladi. Chiqar menligi oradan shundagina yaqin bo'lar yaratgan. Xo'sh, menlikdan xalos bo'lish nima o'zi? Banda, masalan, ko'ryapman deyish o'rniga ustimda Allohning basir, hamma narsani ko'rib turuvchi ismi tajalli etyapti deyish kerak. Eshityapman deyish o'rniga ustimda shu on Allohning sami, hamma narsani eshitib turuvchi ismi tajalli etyapti. Aks holda kar bo'lar edim deya tafakkur qilgan holda nafas olishi zarur. Agar Alloh muhaymin, hamma narsani qamrab oluvchi, himoya qiluvchi ismini ustimizdan ko'tarsa, hatto yo'lda ham yura olmay qolar, biror mashina ostida qolib ketardik. Agar Alloh Rahmon va Rahim ismini ustimizdan ko'tarsa, onalar go'daklariga g'amxo'rlik qilmagan, ovqatlantirmagan, ularni o'lim girdobiga tashlab ketgan bo'lardi. Bularning barchasi Allohning sifatlari ustimizda tajalli etishi tufayli amalga oshadi. Tafakkur qilgan holda hech qanday quvvat va qudratga ega emasligini, ojiz bandaligini e'tirof etish kishi qilishi mumkin bo'lgan eng katta ibodatlardandir. Mana shu yo'l hech yo'qlik yo'lidir. Yengillashish yo'lidir. Hamma narsa uning izni bilan bo'lyapti. Bu o'rinda senga Oliy Imron surasining 191-oyatini eslatishni lozim topdim. Allohni tik turgan, o'tirgan va yonboshlagan hollarda eslaydigan, osmonlar va yerning yaratilishini tafakkur qiladiganlar Robbimiz buni bekorga yaratgani yo'q. O'zing poksan, bizni o't azobidan saqlagin deydilar. Aynan mana shunga amal qilib yashagan bandasi uchun Alloh o'z sirlarini ochadi. Bu juda ham mushkul narsa emas. Sen shunchaki mazkur tushunchani qalbingga joyla va bundan buyon men qildim, men bajardim, men amalga oshirdim deyishni yig'ishtirki, Allohning rahmati iliklaringgacha kirib borsin va butun hujayralaringni huzur halovat qamrab olsin. Xalqining ichida ko'rinishi, kiyimlarini o'zgartirib kezib yurgan bir hukmdor darasida ter to'kayotgan keksa bir odamning oldiga boribdi va salom beribdi. Haligi keksa mehnatkash, uni issiqdan chanqagan bo'lsa kerak deb o'ylab ayron bilan mehmon qilibdi. Keyin esa ikkalalari suhbat qila boshlabdilar. Hukmdor keksa kishining so'zlaridan ta'sirlanibdi va undan kim ekanini so'rabdi. Keksa kishi hech kim deb javob beribdi. Buni eshitgan hukmdor qiziqish va hayronlik bilan bu nima degani? Sening albatta bir isming sharifing bo'lishi kerak-ku debdi. Buni eshitgan qariya yana hech kim debdi. Hukmdor bu safar meni mazax qilyapti shekilli bu chol deb o'ylab, sen mening kim ekanligimni bilasanmi? Men bu mamlakatning podshohiman debdi. Podshohdan bu gapni eshitgan qariya nihoyat aytganlarini izohlay boshlabdi va yaxshi, xo'p, hukmdorim, siz mamlakatimiz podshohsiz, ammo bundan so'ng nima bo'lishini rejalashtiryapsiz deb so'rabdi. Hukmdor hayronlik ohangida hech kim debdi. Qariya kulimsirab, hukmdorim, men sizning podshohlikdan keyin yetadigan martabangizdagi odamman debdi. Hech yo'qlik nima bilasanmi? Hech yo'qlik bu olayotgan nafasingning ham Allohga tegishli ekanini unutmagan holda yashashdir. Bu mutlaq ogohlik va bo'lish holidir. Beqadrlik. Bilasanmi, insonni depressiyaga tushiradigan eng katta tuyg'u beqadrlik
va noshudlik hissidir. Terapiya uchun qabulimga keladigan mijozlarimning ko'pchiligida bu kuzatiladi. Chunki depressiya olovining tutuni kabidir. Olov bor joyda tutun bo'ladi-da, shunday emasmi? Shu nuqtai nazardan masalaga yanada chuqurroq yondashadigan bo'lsang, bu o'rinda depressiyaga emas, balki insonni depressiyaga olib boruvchi tuyg'uga e'tibor berishimiz kerak. Buni nima uchun aytyapman? Tushunyapsanmi? Gap shundaki, jamiyatning aksariyat qismi mana shunday bosim ostida. Aslida hammamiz ham depressiya obyektimiz. Chunki xotira qayd etish jihozi kabi hayotimizda yuz beradigan muammolarni yig'a boradi va oxirida kichkina bir uchqun bilan, ya'ni qandaydir aldanib qolish yoki arzimagan modda yo'qotish kasofati bilan portlab ketadi. Hech narsa birdaniga yuz bermaydi. Zehning doimiy ravishda xotirangni to'ldira boradi. Bunga qattiq e'tibor berishing lozim. Ikki yo'l mavjud: rahmoniy va shaytoniy. Diqqat bilan nazar solsang, aqling mudom turli ssenariylar yozayotganini ko'rasan. Seni bajara olmaysan, baxtli bo'la olmaysan, beqadrsan, yolg'izsan, sevgiga begonasan deya gipnoz qiladi. Oqibatda butun hayotiy quvvatingni so'rib oladi. Shuning uchun ham zehn va aqlni yaxshilab anglab olish lozim. Bu masalada terapiya o'tkazadigan mutaxassislarning aynan mana shu holatga yanada chuqurroq qarashlarini va to'g'ri fikrga ega bo'lishlarini istardim. Shuning uchun mazkur holatlaridan olgan ta'limlardan rozi bo'lmayotgan bo'lsalar kerakki, bizga ochiq-oydin shikoyat qilgan holda yuzlab terapistlar, psixologlar men o'tkazadigan konferensiyalarga qatnashib tajriba orttirishga intiladilar. Bu meni juda ham baxtiyor qiladi. Hech kimdan hech narsani yashirmayman, qizg'onmayman ham. Bugun borman, ertaga yo'q. Insonlarga manfaat yetkazadigan biron narsani o'rgatish Allohning menga lutfi bo'lsa kerak. Ha, ko'rinib turibdiki, zehn ko'proq shaytonga xizmat qiladi. Buning aksi o'laroq Alloh uni bizga ato etgan. Men ham zotan terapiyalarimda agar zehnimiz bizdan foydalansa, demak bir qulmiz. Agar aksincha biz undan foydalansak, demak donishmandmiz deb ko'p aytaman. Shu yo'l bilan mijozlarimning zehnlaridan to'g'ri foydalanishni o'rganishlariga vasila bo'laman. Natijada ular har xil bo'lar bo'lmas xayollarga borishdan xalos bo'ladilar. Endi ularning zehnlari o'zlarini beqadr, aybdor, ishga yaramaydigan, yolg'iz, sevgiga begona, noshud, o'ziga bo'lgan ishonchi past his qildirolmayapti. Bu ishimdan oladigan eng yaxshi sovg'a esa millionlab insonlarning duosidir. Mana shunday dam olmay, nafas rostlamay ishlashimga qaramay, sizlar qilgan duolar sharofati bilan oyoqda turibman. Hali javlon uryapman. Alloh rozi bo'lsin. Bu orada kelgan futbolchilar va san'atkorlar mendan so'raydi: "Ustoz, nima uchun boshqalardan shuncha terapiya qabul qildik, ammo foydasini sezmadik, ammo sizga kelgan ilk kunimizdayoq muammolar yechimini topdi?" Bu tamoman Allohning rahmati va marhamatidir. Robbimiz hammaga biror narsa ato etadi. Kim bo'lmasin, uning ustida albatta bir rahmat bor. Masalan, sen futbolni yaxshi o'ynaysan. Demak, futbol maktabiga borib, professional futbolchi bo'lib yetishishing kerak. Agar menda ham futbol o'ynash mohirligi bo'lganda, xuddi shunday qilgan bo'lardim. Yoki san'atga qobiliyatning bor, ovozing juda ham yoqimli, mana shunga o'xshash qobiliyatlar. Alloh senga lutf etgan rahmatdir. Agar menga ham bu ne'mat berilganda, musiqa maktabiga borib, xushovoz xonanda bo'lardim. U yerni bitirardim va turli disklarda qo'shiqlarim, albomlarim chiqardi. Shu paytgacha o'rgangan narsalarimdan faqatgina 2% dan foydalanyapman desam xato bo'lmaydi. Chunki men o'zimni o'qiy oldim va insonlarning ham o'zlarini anglab yetishlariga yordam beryapman. Agar kimdir terapiya o'tkazayotgan bo'lsa, psixologiyani yaxshi bilishi zarur. Ammo buning o'zi kifoya qilmaydi. Negaki inson ruhiy mavjudot hamdir. Sen ruhdan badanni ajrata olasanmi? Albatta yo'q. Shunday qilganingda o'lgan bo'lasan. U holda terapiya o'tkazmoqchi bo'lsang, uning ilmini suv qilib ichishing kerak. Ammo bu ham kifoya qilmaydi. Chunki qo'shimcha ravishda aql degan bizni mudom o'ylashga majbur qiladigan yana bir narsa bor. Aql yuritish ham bir ilmdir. Ustiga ustak
donolik ilmi, mana shu 3 ilmni birlashtirganim uchun bir sohada nimalargadir erishishga muvaffaq bo'ldim. Xuddi shunday maktab ham 3 oyoqli stul kabidir. Agar bir oyog'i bo'lmasa, ta'limda bo'lmaydi, shunday emasmi? Mana shu tuyg'ularim va tushunchalarimning tarjimasi kabi Mavlono Jaloliddin Rumiyning quyidagi so'zlari qanday topib aytilgan? Aql 2 xildir. Birinchisi, hosil qilingan aql. Sen uni maktabda o'qiydigan boladek kitoblardan, ustozlardan, fikrlardan, odatlardan, tushunchalardan va yangi ilmlardan o'rganasan. Shunda aqling boshqalarnikidan ham ziyoda bo'ladi. Ammo aqlingga joylagan narsalarning zalvaridan toliqib qolasan. Ikkinchi aql esa Allohning ehsonidir. Uning manbai ruhdadir. Ko'ngildan ilm bulog'i otilib chiqqanda, uning manbai na buziladi, na eskiradi, na rangini o'zgartiradi. Kasb etilgan aql tashqaridan uyga oqib kirayotgan bir ariq suvga o'xshaydi. Agar yo'lidan biror to'siq chiqib qolsa, uning qarshisida ojiz qoladi. Shuning uchun yaxshisi sen o'z ichingdagi buloqni qidir. Hayot aql va yurak orasidagi bir ko'prikdir. Agar unda sevgi bo'lsa, poydevori sog'lom bo'ladi, yo'qsa yiqilib vayronu xaroba holga keladi. Yangi fikrlar bilan yashash. Allohning g'azab va rahmat yo'li bor. Bugungi kungacha bizga mudom g'azabi haqida gapirib kelindi. Buning aksi o'laroq Alloh taolo Qur'oni Karimda rahmati g'azabidan kuchli ekanini A'rof surasining 156-oyatida rahmati hamma yerni qamrab olganini bayon qiladi. Azobim ila kimni xohlasam tutaman. Rahmatim esa hamma narsadan kengdir. Uni taqvo qilganlarga, zakot berganlarga, oyatlarimizga iymon keltirganlarga yozajakman. Shuning uchun bizning yo'limiz rahmat yo'lidir va mening barcha ko'rsatmalarim, g'oyalarim insonlarning Allohga tom taslimiyat bilan qo'rquvsi, sevgi bilan yaqinlashishlariga asoslangan. Shuning uchun ham Alloh dey, boshqasini qo'y nomli kitobimizni minglab insonlar o'qiydi hamda Allohning rahmatiga qattiq bog'langan holda halovat topdi. Agar yaxshilikka vasila bo'lgan bo'lsam, men uchun katta baxt. Ammo shifo beruvchi Allohdir. Alloh dey, boshqasini qo'y nomli kitobimizdan so'ng taklif qilinayotgan ushbu yangi kitobimiz ham senga yangi fikrlar eshigini ochadi inshaalloh. Unutma, Alloh boshlayotgan har bir yangi kuningda sen uchun yangi bir sahifa ocharkan, shayton o'tmishingni ko'z oldingga keltiradi va menga qara, bularning barchasi senga qilindi. Unutma deya qora sahifalaringni qaytadan oldinga qo'yadi. Shu bois har bir banda endi g'aflat uyqusidan uyg'onishi lozim. O'tmishni eslatish senga shayton tashlaydigan eng katta yemli tuzoqdir. Bu tuzoqqa tushgan holda faqat va faqat o'zingni zaharlayapsan va Alloh tortiq qilayotgan sutdek oppoq sahifaga e'tibor qilmayapsan. Kunni tafakkur va shukr qilish bilan boshlash ham bir mo'jizadir. Bunda ichingda qamalib qolgan barcha kodlar asta-sekin ochila boshlaydi. Aynan mana shu Allohning ustingdagi rahmatidandir. Men senga shaxsiy kamolotdan ham afzal bo'lgan narsa haqida gapiryapman. U tom ma'noda yurakda his qilinadigan nurdir. Allohning nuridir. Alloh taqdir qilmaguncha biz undan hatto ehtiyoj sezib turgan narsalarimizni ham so'rolmaymiz. Ammo shuni unutmaki, hech ham chorasiz emassan. Chunki Alloh taolo Shuaro surasining 78-oyatida u meni yaratgan zotdir. Bas meni hidoyat qiladigan ham uning o'zi deb marhamat qiladi. Yana shuningdek, bizga Allohning o'zi yetarli deymiz va u qanday ham yaxshi vakil. Oli Imron surasi 173-oyat. Robbimiz Qur'oni Karimda aynan bizga murojaat qiladi. Shu tariqa yuragimizga, ruhiyatimizga ta'sir etadi. Shuning uchun ko'p tafsir kitoblarini o'qiylik, tafakkur qilaylik, ruhimizni oziqlantiraylik, darajamizni yuksaltiraylik. Qur'onni faqatgina savob umidida emas, balki qani Rabbim meni nimalarga buyurgan ekan, nimalardan qaytargan ekan deb o'qiylikki, u zotga ishq bilan yaqinlashgan bo'laylik, unga do'st bo'laylik inshaalloh. Ishq nima o'zi bilasanmi do'stim? Bandaning Allohni eslagan paytda qalbi titrab hayajondan hushdan ketar darajaga yetishidir ishq. Ha,
Qadrli do'stim, sen bilan yana bir kitobimizning ham oxiriga keldik. Allohning izni ila men aytdim, sen esa eshitding. Yana uyingda, ishxonangda mehmon bo'ldim. Yana birgalikda katta ish bajardik. Ham ruhimizni, ham aqlimizni oziqlantirdik. Suhbatimizni bir haqiqatni ta'kidlagan holda tugatsak nima deysan? Yaxshi bo'lardi deysanmi? U holda unutma. Sal oldinroq yozgan kitobimizda Alloh deb boshqasini qo'y degandik. Bu jumla kitob davomida bizning kalitimiz bo'lgandi. Endi esa senga ikkinchi kalitni tuhfa qilyapman. U ham inshaalloh huzur, halovat, mehr, muhabbat va ishq eshiklarini ochadi. Nima bo'lganda ham menga Alloh kifoya deb ayt. Chunki menga Alloh kifoya degan banda mahzun bo'lmaydi. U banda chorasiz emas, chunki barcha farishtalar unga yaxshilikni, qalb halovatini so'rab duo qiladi.